Serial. Do'stim yo'qoldi. Yoxud Qodirni izlab. Mana endi oxirgisi va bo'ldi. Xo'sh, salom. Sizlar bilan Faster Strong Umr kanali va bizlar boshladik. Bugun qishlog'imdagi omborxonaga qarasam, daraxt yo'q. Uyimda esa daraxt kerak, ya'ni ko'mir uchun. Shaxtaga sho'xman shuning uchun yog'ochli ko'mir qilib yurish kerak bo'ldi. Shuning uchun men ko'mir qilmadim. Demak, endi bu hammasini omborxonaga olib borish kerak. Qodir ham anchadan beri ko'rinmay qoldi. Xo'sh, mana u. Mana 15 tasi esa o'zimga. Xo'sh, salom ovchi. Bu yerda ovchilar juda ko'p. Mana uyimga ham yetib keldi. Tanishing, bu mening uyim. Mana mening uyim, sandiqga esa narsalarni o'tirib pechkada pishirib yuboramiz. Qo'yamiz va yarmini bu yoqqa va endi pishaveradi. Xo'sh, narsalarimizni yasab qo'yamiz. Hammasi tayyor. Bolalar, negadir men anchadan beri Qodirni ko'rganim yo'q. Keling, unikiga borib kelamiz. Menda ovqat bormi? Yo'q. Menimcha sirli sandig'imdan foydalanish vaqti keldi. Uzr, endi. Mana gapchi ovqat olib boramiz. Bo'lasizlar, hech nimani ko'rmadinglar va eshitmadinglar. Bu mening sirli sandig'im. Qani ketdik, Qodirnikiga mehmonga boramiz. Mana bu Qodirning uyi. Qodir. Qayerdasan? Ochiq ekan shu. U bu yerda emas-ku o'xshaydi. Ha, u bu yerda yo'q. Sandiqlar ham bo'sh. Pechkasi-chi? Pechkalar ham bo'sh. Juda ham oddiy. Mana bu nima bo'ldi? Qodirning divon tagida nimadir bor. Sirli yo'l? Ajoyib. Voy, bu axir Qodirning kiyimi-ku. Ajoyib. Bu yerda nima bor? Axir Qodir menga bu narsa haqida umuman aytmagan. Bu yerchi toshlar, verstak, pechkalar, divan. Qodir yashil rangni yaxshi ko'radi. Mana shu yashil divan. Bu yerda nima? Hojatxonami? Bu-chi bolalar, hech nimani ko'rmadinglar, men ham ko'rmadim. Deb qo'yamiz. Xo'sh, Qodir bu yerda nimalar qilgan bo'lishi mumkin? Shuncha narsalar bilan. Axir Qodir hech qachon qishlog'imizda qolmas edi. Voy. Men qanday chiqaman? Qolib ketdim bu yerda. Qodir bloklardan foydalanamiz. Ammo Qodir bu yerda hech qanaqa narsa qilmas edi-ku. Ammo qanday qilib qolgan bo'lishim? G'alati rasm. Nima? Voy! Bu axir sirli yo'l-ku. Men unaqa narsa bilaman. Sirli yo'l. Demak, Qodir unaqa narsani qilgan. Ha, bolalar. Demak, Qodir yo'qoldi. Yaxshi. Buni endi aniqlash kerak. Demak, agar bolalar mana shu yerga kirishim uchun menga narsalar kerak bo'ladi. Hozir ularni uyimdan borib. Xo'sh, mana bolalar. Hammasi yaxshi. Men hamma narsani tayyorlab oldim. Qani ketdik. Xo'sh, ovchi o'tibdi. Qani biz bu Qodirning sirini aniqlaymiz. Xo'sh, agar har tomon qarshi narvon ham olib oldim. Voy, yo'q. Voy, ahmoq. Endi yo'q, qanday chiqaman? Mayli, keyinroq yo'lni toparmiz. Xo'sh, biz buni tekshirib ko'rishimiz kerak. Demak, bu yerda tualet bor. Men bu yerdan chiqib oldim. Xo'sh, tualet bor. Bu Qodirning kiyimlari bu yerda. Sandiqda esa bolalar. Nima bu? Axir bu nima? Xo'sh, salom Strong. Bo'lishi mumkin emas. Demak, Qodir bu yerga hozir kelgan.
boyagina yo'q edi. Hamma bilgan bo'lsa kerak. Hamma videoning boshi agar ko'rolmagan bo'lsangiz bu joylarini videoning boshiga qarab ko'rib oling. Sandiqda hech narsa yo'q edi. Xo'sh, endi buni o'qib ko'rsak. Salom, Strong. Bu men, Qodirman. Yaxshi, bu Qodir. Sen to'g'ri, hayratda bo'lishing mumkin. Meni Lecher. Menimcha bu salgina kechir bo'lsa kerak. Noto'g'ri yozib bergan. Xo'sh, bay, menimcha bu narsani sendan yashirganim uchun menga sening yordaming kerak. Iltimos, Qodir. Ha, bo'la, demak Qodirni bizning yordamimiz Qodirga kerak. Ha, aytdim nimaga bu yer boshqacha. Xo'sh, endi bu yerga kirib ko'rish kerak. Qani, olg'a. Ha! Xo'sh, bo'la. Hamma ko'rdi. Hozirgina bu yerda fakirlar yo'q edi. Hamma ko'rgan bo'lishi kerak. Xo'sh, bu yerlarda yo'llar va nima? Bu yerda axir yo'l tugayapti-ku. Qanaqasiga bu yerda bo'lishi mumkin? Men bilmadim. Qanday qilib bu yerda axir Qodir bu yerdan qanday qilib kelishi mumkin? Balki u uyga qaytgan. Bizga shu narsani aytmoqchi bo'lgan. Demak, u uyga qaytgan va shu narsani qo'ygan. Eshik ochilar ekan. Yaxshi. Demak, shunday qilgan. Endi tushundim. Bo'ldi. Agar sizlar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangizlar, hammangizga rahmat. Agar sizda mana shu videoda 10 tagina like yig'ilsa, men bu videoning ikkinchi qismini chiqaraman. To'g'ri, bu videoda Qodir ishtirok eta olmaydi. Afsuski, Qodirga bir nima bo'lgan. Qodirga bizning yordamimiz kerak. Biz unga albatta yordam beramiz. Agar sizlar bu videoga shunchaki 10 tagan like qilsangiz, bu videoning ikkinchi qismi chiqariladi va Qodirning kelajakdagi ishlari hal bo'ladi. Xo'sh bo'ldi, sizlar bilan Fashir Strong Umr kanali bo'ldi. Hammaga xayr. Obuna bo'lishni